هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Eş-Şuara tefsiri 210. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvendi diktinlağı İbn Kathir Rahimullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Şuara suresi 210. ayetten başlayıp okuyayımız inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Kur'an'ı şeytanla ilip düşkünü yok. Bu ulağı layık emas. Ulamı onunla kadir bulanmaydı. Şübihisiz ki ula yani şeytanla uğurluqca tınşaştın men'i kılıngandır. Kur'an'ı Cibril aleyhisselamның ilip düşkenlik doğrusu da. Allah Teala özünün Kur'an'dan ibaret onunla aldıdın mı, arkasıdın mı, yani hiç qaz tərpidin batıl yüzlenmeydiğen, hikmet bilen iş kılgıcı, medhiyege layık, Allah tərpidin nazil kılıngan uluğ kitabıdın haber verip, onu Allah Teala tərpidin yardım verilgen, işyençilik perişte Cibril aleyhisselamның ilip düşkenlikini bayan kıldı. Kur'an'ı şeytanla ilip düşkünü yok. Şeytanlarının Kur'an'ı ilip düşmeslikide mundaq üç xil sebep var. Onun biri, şeytanlar Kur'an'ı ilip düşüşki layık emestir. Yani Kur'an'ı ilip düşüş şeytanlarının arzusu ve tələb emestir. Çünkü buzgunculuk ilip beriş ve bendilerini azdırış şeytanlarının tabiitidir. Eksçe Kur'an bolsa yaxşılıqı buyuruş ve yamanlıqdan tozuşunu öz içige alğandır. O bendilerge nur, hidayet ve katta hüccettir. Şuna Kur'an bilen şeytanlarının arasında karma karşılık var. Şuna Allah Teala mındaq dedi. Bu ulağı layık emas. Ulamı onunla kadir bulanmaydı. Yani mübada Kur'an'ı ilip düşüş şeytanlar layık dep qaragandı mı? Ula onu ilip düşüşki kadir bulanmaydı. Bu ikinci sebeptir. Allah Teala Kur'an hakkında mındaq dedi. Eğer biz bu Kur'an'ı birer taqqa nazil qıysak, çokum sen onun Allah'tan qoqqanlıqdan baş ekenlikini, yerilip ketkenlikini körettin. Üçüncüsü, mübadi şeytanla Kur'an'ı ilip düşüşke layık boğan ve onun qadir boğan təqdirdi mi, şeytanlarının Kur'an bay yerge yetelmeydiğanlıqını Allah Teala uçuq bayan kıldı. Çünkü Kur'an düşüp atkan vaxtıda şeytanlar Kur'an'ı tınşaştın çeklengendir. Kur'an Peygamber aleyhisselam o düşüp atkan çağda asmanlar küçlük periştilerden ibaret muhafizatçılar ve köydürgücü yıldızlar bilen tolup gidiyordu. Peygamber aleyhisselamның arılaştırıp koymaslığı için şeytanlardan birisi mi Kur'an'dan birer tal harfini tınşaşkı mı kadir bulalmaydı. Mana bu Allah Teala'nın bendileri kıygan rahmetidir. Şeriatini saklışıdır ve kitabıga ve peygamberige yardım bergenlikidir. Şuna Allah Teala mındaq dedi. Şübhisiz ki ula yeni şeytanlar oğurluqçı tınşaştın men'i kılıngandır. Allah Teala bu vaxtda cinlardan haber verip mındaq dedi. Cinlar etti. Biz asman əhlinin sözlerini tınşaş için asmanğa çıkışını tilidik. Asmanның küçlük muhafizatçılar yani periştiler bilen ve köydürgücü yıldızlar bilen tolup ketkenlikini bayqıdık. Biz hemişe uğurluqçı tınşaş için asmanның olturuşqı boladigan joylarda oltiratdık. Kimiki hem de uğurluqçı anlaşqa urundiken onu küzütüp turgan köydürgücü yıldızlarını bayqaydı. Biz cinlar camiası zimindikilergi yamanlık irade kılındı mı ya ki
Rabbi ular yaxshilik iroda qildimi bilmaymiz. Allohdan boshqa hech ilohga ibodat qilmagan. Unda qilsang azob qilinguchilardan bo'lib qolsan. Yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirgin. Sana ergashgan mu'minlarga muloyim bo'lgin. Agar xish aqrabolaring sana osiylik qilsa, men sizlarning qilmishlaringlardan ado judodurman. Men sizlarning qilmishlaringlardan haqiqatan ado judoman degin. Nihoyatda g'olib, mehribon Allohga yo'langin. Allah seni namozga qo'pqiningda ko'rib turdi. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomdan turganlik harakatingni ko'rib turdi. Shubhisizki Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani bilib turg'uchidir. Payg'ambar alayhisalomning urug' tuqqanlarini ogohlantirishiga buyurilganligi to'g'risida Allah Teala kişilerini avval özüge şirik keltirmey ibadet kılışga buyurdu ve kim Allah Teala'ya şirik keltirdiken onu azaplaydıganlıqdan haber verdi. Andın peygamberini onun yıkın tuqqanlarını agahlandırışga buyurdu. Ulanın fakat ulanın Allah Teala'ya boğan imanıyla kutuldurup kalıdığanlıqını bayan kıldı. Peygamber aleyhisselamni özüge ergeşken mu'minlerge mulayim bolışqa ve meyli qandaq adam bolışdan qati nazar onunğa ulanın içinden asilik qılgan adamdan ada juda bulup ketişki buyurdu. Şuna Allah Teala mındaq dedi. Eğer xish aqrabalaring sana asilik qilsa, men sizlarning qilmishlaringlardan haqiqatan ada judaman degin. Peygamber aleyhisselamның urug' tuqqanlarini ogohlantirishga buyurilganligi uning boshqa kishilarni ogohlantirishga buyurilganligiga zid emasdir. Aksicha, urug' tuqqanlarini ogohlantirishga buyurilganligi bo'lsa, uning hamma kishilarni ogohlantirishga buyurilgan vazifasining bir qismidir. Allah Teala Peygamber aleyhisselamni hamma kishilarni ogohlantirishga buyurib, mundaq dedi. Kur'an ata bovalları agahlandırılmagan, yani ulağı peygamber kelmegen, g'afil qolgan bir qavmni agahlandırışın üçün g'olib, nihoyat mehribon Allah tarafidan nazil qilingandir. Mekke ahalisini ve onun etrafındakilerini agahlandırışın üçün, kişilerini kıyamet günüden agahlandırışın üçün sana biz muşundaq Arapça Kur'an'ı nazil qildik. Rabbinin dergahıga yığılıştın qorqadiganlarning küfrden, günahdan saqlanışları üçün ularni Kur'an bilen agahlandırgan. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, taqvadarlarga hoş xabar berişin ve serkeş kavmni agahlandırışın üçün biz Kur'an'ni senin tiling bilen tushunishli qilib nazil qildik. Aytqin ki, Allah men bilen sizlarning aranglarda guvohdir. Manga Allah'ın guvohlik kifoyadir. Bu Kur'an manga sizlarni ve qiyomatgacha Kur'an yetken kişilarni ogohlantirish uchun vahiy qilindi. Kuffar jamialaridan kimiki Kur'anni inkor qiladigan, uningga va'da qilingan joy davzaxdir. Bu vaqtda hadisda mundaq deb keldi. Jinim uning ilkida bo'lgan zot Allah'ın namı bilen qasam qilaman ki, mening payg'ambar bo'lganligimni mayli Yahudi yoki Hristiyan bo'lsin, mushu qavmdan birasi anglab turib, menga iymon etmagan bo'lsa, u davzaxga kirdi. Bu hadisni İmam Muslim rivoyat qildi. Biz bu yerda yuqoridagi oyatning tushganligini bayon qilib kelgan bir necha hadisni keltiramiz. İmam Ahmed Allah Teala onun rahmet qilsin. İbn Abbas radıyallahu anhumanın mundaq deganligini rivoyat qiladi. Allah Teala'nın yaqin xish aqrabalarini ogohlantirgin degan oyati Peygamber aleyhisselam tushganda, Peygamber aleyhisselam Safa teg'ining ustiga chiqib, "Ey xaloyiq" deb vaqirdi. Shuning bilan kishilarning ichidan
o'zi kelalaydiganlari o'zi keldi. Kelolmaydiganlar o'rniga boshqa birisini avatib bo'lsa-mu, hammaylar payg'ambar alayhisolamning qishig'iga yig'ildi. Payg'ambar alayhisalom: "Ey Abdul Mutallib jamoati, ey Fihri jamoati, ey Luay jamoati, aytinglarchi, navoda men mush tog'ning keyinda ustinglarga hujum qilmoqchi bo'lib turayotgan bir otliq qo'shin bor desam, sizlar menga ishonamsizlar?" dedi. Ular ha dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Undaqda men haqiqatan qattiq azob kelishdan burun sizlarga avatilgan bir ogohlantiruvchiman" dedi. Abu Lahab qo'pib: "Sen bugundan boshlab halok bo'l. Sen bizni mushuning uchun chaqirganmiding?" dedi. Alloh taolo Abu Lahab haqida mundaq deb oyatlarni tushirdi. Abu Lahabning ikki qo'li qurib ketsin, amalda qurib ketdi. Bu hadisni Imom Buxoriy, Muslim, Tirmiziy va Nasai qatorliqlar rivoyat qildi. Imom Ahmad Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirgin degan oyati tushganda payg'ambar alayhisalom turib: "Ey Muhammadning qizi Fatima, ey Abdul Mutallibning qizi Safiya, ey Abdul Mutallibning o'g'illari, men sizlar uchun Alloh taoladan hech narsaga ega bo'la olmayman. Sizlar mening mol-mulkimdan xalqininglarni so'ranglar" dedi. Bu hadisni Imom Muslim rivoyat qildi. Imom Ahmad Qubaysa ibn Maxoriq va Zuhayra ibn Amrning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolaning yaqin xish aqrabolaringni ogohlantirgin degan oyat tushganda payg'ambar alayhisalom tog'ning eng ustidagi bir qo'ram toshga chiqib yuqori ovozda: "Ey Abdumanafning bolalari, men faqat ogohlantiruvchidirman. Mening bilan sizlarning misolinglar dushmanni ko'rib, dushmanning o'zining bola chaqalariga hujum qilib qilishidan qo'rqib, bola vaqallarini ogohlantirib, dushman hujum qilib keldi deb vaqirashqa başlagan odamning misoliga o'xshashdir" dedi. Nihoyat g'olib, mehribon Allohga yo'langin. Ya'ni sen barliq ishingda Alloh taologa yo'langin. Chunki u sana yordam berguchidir. Seni saqlag'uchidir, seni g'alabaga erishtirguchidir va so'zingni ustun qilguchidir. Allah seni namozga qo'pqiningda ko'rib turdi. Ya'ni Alloh taolo sana ko'ngil bo'lguchidir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi: "Robbingning ularga bo'ladigan azobni ta'xir qilish hukmiga sabr qilgin. Sen haqiqatan bizning himoyamizdadirsan. Allah seni namozga qo'pqiningda ko'rib turdi." İbn Abbas bu oyatning ma'nosi Alloh taolo seni namozga turganingda ko'rib turdi deganlikdir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ikrima Alloh taolo payg'ambar alayhisalomning qiyomda turganini, ruku qilganini va sajdaga borganini ko'rib turdi dedi. Hasan bu oyatning ma'nosi haqida Alloh taolo sen yolg'iz namoz o'qigan vaqtingda ko'rib turdi dedi. Zahak bu oyatning ma'nosi Alloh taolo sen yotgan yeringdan yoki o'ltirgan o'rningdan turganingda ko'rib turdi deganlikdir dedi. Qatada bu oyatning ma'nosi Alloh taolo sen o'ltirgan vaqtingda, qo'pib turgan vaqtingda va hamma holatingda ko'rib turdi deganlikdir dedi. Namoz o'quvchilar orasidagi sajdaga borganlik, rukuga turganlik va qiyomda turganlik harakatingni ko'rib turdi. Ya'ni qatada bu va buningdan ilgari kelgan oyat haqida Alloh taolo sen yolg'iz namozga turganingni va jamoat bilan namozga turganingni ko'rib turdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Ikrima, Ata Xorasoni va Hasan Basri qatorliqlarmi shundaq dedi.
Şübhisizki Allah hemmini anlap turguchidir, hemmini bilib turguchidir. Yani Allah Taala bendeleri qiygan her bir ig'iz so'zni anlap turguchidir. Ularning harakatlik va harakatsiz holatini bilib turguchidir. Allah Taala bu vaqtda mundaq dedi: Sen qaysi holatda bo'lmag'in, Qur'ondan qaysi narsani o'qimag'in, sizlar qaysi bir ishni qilmanglar, uning bilan bo'layotgan vaqtinglarda hamon biz sizlarni kuzatib turamiz. Osmon zimindagi zarra chaqliq narsa va uningdan kichik yoki cho'ng narsa bo'lsin, hech qaysisi Allohning bilishidan chetda qolmaydi. Ularning hammasi Lavhul Mahfuzda xotirlangandir. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'qig'ichi gunohkorga tushadi. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha anglaydi. Ular, ya'ni shaytonlarning to'lisi yolg'onchidir. Yolg'onchilardir. Shoirlarga gumrohlar ergishidi. Ularning so'z vodilarida tingirqab yurganligini ko'rmamsan? Ular qilmaydigan narsalarni qildik deb so'zlaydi. Faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Zulm qilg'uvchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi. Mushriklarning bo'htonlariga berilgan raddiya to'g'risida Allah Taala bu yerda so'zini payg'ambar alayhissalom elib kelgan vahiyni haq emas, u uning o'z ichidan to'qib olgan yoki jin uning elib kelgan narsadir degan mushriklarga qartib, payg'ambarini mushriklarning bu so'zlaridan va bo'htonlaridan pakladi. Payg'ambar alayhissalom elib kelgan vahiyning faqat Alloh Taolo tarafidan kelganligi, uni o'zining tushirganligi, vahiy qilganligi va uni ulug' ishonchli katta farishta Jibrilning elib tushganligini eskartdi. Payg'ambar alayhissalomga tushgan vahiy shaytonlar tarafidan emasdir. Chunki ularda mushundaq katta Qur'onni elib tushadiganға rag'bat yo'qdir. Ular faqat o'zlariga o'xshash yolg'onchi jinkesh daxonlarning qishig'i tushidi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Makka kuffarlariga aytqinki, sizlarga men shaytonlarning kimga tushadiganligini aytib beraymi? Ular har bir ig'vo to'qig'ichi gunohkorlarga tushadi. Ya'ni shaytonlar so'zlisi yolg'on so'zlaydigan, axloqi nachar bo'lgan daxonlar va shularning tipidagi din yo'lidan chetnab ketgan fosiqlarning qishig'i tushadi. Chunki shaytonlarmi shulardek yolg'onchi va fosiqdir. Ular farishtalarning so'zlarini o'g'irliqcha anglaydi. Ular, ya'ni shaytonlarning to'lisi yolg'onchilardir. Ya'ni shaytonlar osmonda bo'layotgan so'zlarga quloq silib, kelgusi to'g'riliq so'zlarni o'g'irliqcha anglaydi. Ondan ular shu bir ig'iz so'zga 100 yolg'onni qo'shib, insonlar ichidagi daxonlardan iborat o'zlarining yaqinlariga yetkazdi. Shuning bilan daxonlar shaytonlardan anglagan so'zlarini kishilarga so'zlab berdi. Kishilar daxonlarning shaytonlar osmondan anglab olib, ularga yetkazgan heliq bir ig'iz so'zining rost chiqqanligi bilan ularning qolgan gaplarining hammasiga ishonadi. Bu haqda Imom Buxoriy Aisha radhiyallohu anhaning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir turkum kishilar daxonlar to'g'risida payg'ambar alayhisalomdan so'radi. Payg'ambar alayhisalom: "Haqiqatan ular haq ustida emas" dedi. Ular: "Ey Allohning payg'ambari, daxonlar rost so'zlarni mi qiladi ekan?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "U haq so'z bo'lsa, jin o'g'irliqcha anglab olib, uningga 100 dan ortiq yolg'onni aralashtirib, to'qidek chikildab
yaqinining quloqiga yetkazib bergan so'zdir dedi. İmam Buxoriy yana Abu Hurayra radhiyallohu anhudan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Alloh taolo osmonda biror ishga hukm chiqarsa, farishtalar uningga bo'ysunganlikdan va qo'rqqanlikdan qanotlarini urib ketadi. Farishtalarning qanotlaridan chiqqan ovoz xuddi toshga urilgan zanjirdan chiqqan ovozdekdir. Ularning dillaridan qo'rqinish ko'tarilganda ular bir-biriga Rabbinglar nima dedi deydi. Ular so'rg'uchiga Rabbimiz haqni dedi deydi. Allah yüksektir, kattadır. Farishtalarning bu so'zlarini gapni o'g'irliqcha anglaydigan jinlar anglab oladi. Abu Sufyan gapni o'g'irliqcha anglaydigan jinlar bir-birining ustida mana shundoq ustilab turdi deb barmoqlarining birini yana birining ustiga almashtirdi. Eng ustida turib gapni anglag'ini gapni ostidagi yetkazib berdi. U gapni uning ostidagi yetkazib berdi. Ularning oxirida gapni sehrgar yoki daxonga yetkazib berdi. Ba'zida ular gapni sehrgar yoki daxonga yetkazib berib bo'g'icha ko'ydirgich yulduzlar ular yetishib olib, ularni ko'ydirib o'tadi. Ba'zida yetishib olib bo'g'icha gapni yetkazib berib bo'ladi. Sehrgar yoki daxon u bir ig'iz rost gapga 100 yolg'onni qo'shadi. Kishilar bir-biriga sehrgar yoki daxonning bizga paloni kuni mao gaplarni qilmaganmidi deydi. O'g'irliqchi anglab olingan osmondan elib tushirilgan shu bir ig'iz so'zning sababi bilan sehrgar yoki daxon rostchil odamga aylanib qoladi. Bu hadisni İmam Buxoriy rivoyat qilgan. İmam Buxoriy Ayşe radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qildi. Farishtalar bulut turib zaminda bo'ladigan ishlar to'g'risida so'zlashadi. Shaytonlar ularning gaplaridan biror ig'izni anglab qilib, uningga 100 yolg'onni qo'shib, uning bilan daxonlarning quliqini xuddi quta suv bilan to'ldirgandek to'ldirib o'tadi. Kafirlarning payg'ambar alayhisalomni shoir deganligiga berilgan raddiya to'g'risida shoirlarga gumrohlar agishidi. Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. İnson va jinlarning ichidagi ozg'unlik yo'lidagilar kafirlarga agishidi. Mujahid Alloh taolo uningga rahmat qilsin. Abdurrahman ibn Zayd ibn Aslam va boshqalar shundaq dedi. Ikrima bir-birini she'r bilan so'kishadigan ikki shoir bor edi. Bir bo'lak kishilar birini, yana bir bo'lak kishilar birini qo'lladi. Shuning bilan Alloh taolo shoirlarga gumrohlar agishidi degan oyatni tushirdi dedi. Ularning so'z vadillarida tingirqab yurganligini ko'rmamsan? Bu oyatning ma'nosi haqida Ali ibn Abu Talha ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular barliq foydasiz ishlar bilanla hapilishib yurdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Zahhak ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Ular so'zlarning hamma turlarida tingirqab yurdi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujahid va boshqalar shundaq dedi. Ular qilmaydigan narsalarni qildik deb so'zlaydi. Avfi ibn Abbas radhiyallohu anhumaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhisalomning zamonasida biri ansariylik, yana biri boshqa qavmdan bo'lgan ikki shoir bo'lib, ular bir-birini ayblashadi. U ikkisining har birining yonida o'z qavmidan bo'lgan ularni qo'llaydigan ahmoqlar bor edi. Ondan Alloh taolo shoirlarga gumrohlar agishidi, ularning so'z vadillarida tingirqab yurganligini ko'rmamsan?
ular qilmaydigan narsalarni qildik deb so'zlaydi degan oyatlarni tushirdi. Bu oyatlar ko'z tutilgan maqsad bo'lsa, Qur'on tushirilgan bu payg'ambar daxon yoki shoir emasdir. Chunki uning ahvoli daxon va shoirlarning ahvoliga butunlay o'xshamaydi deganlikdir. Alloh taolo payg'ambar alayhisalomga she'r o'rgatmaganligi haqida mundaq dedi. Uningga, ya'ni payg'ambarga biz she'r ta'lim bermadik. Uningga she'r munosib emas. U faqat teriklarni ogohlantirish, kofirlarga azobning tegishli ekanligini bildirish uchun nozil bo'lgan va'z nasihatdir va ro'shan Qur'ondir. Bu Qur'on albatta hurmatli payg'ambarning Alloh tarafidan yetkazgan so'zidir. U shoirning so'zi emasdir. Sizlar nihoyat oz ishini sizlar. U kahinning so'zi emasdir. Sizlar az vaz nasihat alsizlar. U olamlarning Rabbi tarafidan nozil qilingandir. Islom shoirlarining undaq emasligi to'g'risida, islom shoirlarining undaq emasligi to'g'risida Muhammad ibn Ishoq Abu Hasan Salim Buradning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Alloh taolaning shoirlarga gumrohlar agishidi degan oyati tushganda Hassan ibn Sabit, Abdullah ibn Ravaha va Ka'b ibn Malik qatorliq islom shoirlari payg'ambar alayhisalomning qishig'i yig'lashgan holatida kelib, haqiqatan Alloh taolo yuqoridagi oyatini tushirganda bizning shoir ekanligimizni bilatdi deydi. Ondan payg'ambar alayhisalom ularga faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulm qo'shirgandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno degan oyatni o'qib berib, sizlar Alloh taoloning Allohni ko'p zikr qilgan, zulmga uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar degan oyatlarda tilga ilingan shoirlardir sizlar dedi. Bu asarni Ibn Abu Hatim va Ibn Jarirmu Ibn Ishoqdan shunday rivoyat qildi. Lekin bu sura Makkada tushgan bo'lsa, qandoq bo'lib ansarlardan bo'lgan u shoirlar bu oyatlarning tushishiga sababchi bo'ladi? Bu oyatlarning u shoirlar haqida tushganlik to'g'risida kelgan rivoyatlarni izlanib beqishga to'g'ri keladi. Yuqorida bayon qilingan asarlar to'g'riliq darajasiga yetmagan asarlardir. Ularga asoslanishga bo'lmaydi. To'g'risini bilguchi Alloh taoladir. Alloh taolaning faqat iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan, Allohni ko'p zikr qilgan, zulm uchragandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno degan oyatining mazmunining ichiga mayli ansariylik yoki boshqa yerlik shoirlar bo'lsin, oyatda bayon qilingan xislat tepilgan hamma shoir kirdi. Hatto islom kelishdan burungi davrning shoirlaridan islom va musulmonlarga qarshi she'r o'qib, keyin tavba qilgan, qilmishlaridan qaytgan, yaxshi amal ibodat qilgan, islom va musulmonlarga qarshi she'r o'qiganligi uchun Alloh taologa ko'p tavba qilgan, islom va musulmonlarni burun ayiblagan bo'lsa, keyin madhilagan shoirlarmi bu oyatning mazmunining ichiga kirdi. Chunki shubhisizki yaxshi ishlar orqali yomon ishlar yuyiladi. Shuningdek Abu Sufyan ibn Haris ibn Abdul Mutallib tog'isining o'g'li bo'lgan payg'ambar alayhisalomga kishilarning ichida eng qattiq o'chmanlik qiladigan va payg'ambar alayhisalomni eng qattiq ayblaydigan odam edi. U iymon etib islomga kirishi bilanla payg'ambar alayhisalom uningga eng so'yimli ko'rinadigan kishiga aylandi. U payg'ambar alayhisalomni burun ayblagan bo'lsa, keyin madhiladi va ilgari yomon ko'rgan bo'lsa, keyin so'ydi. Zulm uchirgandan keyin o'zini qo'g'digan shoirlar buningdan mustasno. Bu oyatning ma'nosi haqida Ibn Abbos radhiyallohu anhuma u shoirlar mu'minlarni she'rlari bilan ayblagan kofirlarga raddiya bergan shoirlardir dedi. Bu oyatning ma'nosi haqida Mujohid, Qatada va boshqalar shunday dedi. Bu haqda Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalomning Hassanga
kafirlarga she'r bilan hujum qilgan Jibril sen bilan billa deganligi bayon qilindi. İmam Ahmad mundaq bir hadisni rivoyat qiladi. Ka'b ibn Malik payg'ambar alayhisalomga shak shubhisizki Alloh taolo shoirlar haqida oyat tushirdi dedi. Payg'ambar alayhisalom haqiqatan mu'min kishi Alloh taoloning yo'lida qilichi va tili bilan jihad qiladi. Jinim uning qo'lida bo'lgan zot Alloh taoloning nomi bilan qasam qilamanki, sizlar ey shoirlar, tilinglar bilan otgan she'rlaringlar xuddi nayzidir dedi. Zulm qilg'uvchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq dedi. U kunda kofirlarning o'zlari foyda bermaydi. Ular la'natga uchraydi. Ular oxiratning azobiga duchor bo'ladi. Bu vaqtda Imom Ahmad payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Zulm qilishdan saqlaninglar. Haqiqatan zulm qiyomat kuni nurg'un zulmlarga aylandi. Qatada ibn Daama Alloh taolaning zulm qilg'uvchilar uzoq qolmay qaysi joyga qaytadiganligini biladi degan oyatining ma'nosi haqida mayli shoirlar bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, zulm qilg'uvchilar qayerga qaytadiganligini uzoq qolmay biladi dedi. Alhamdulillah. Allohga shukrlar bo'lsin. Barliq hamd sanolar olamlarningki Robbiga bo'lg'ay. Shuning bilan Sura Shu'araning tafsiri tugadi. Kelar qitimda Sura Naml 1-oyatidan boshlab o'qiymiz inshaalloh. Sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.